Sizda ham xuddi shunaqa holat bo'lganmi? Kimdir yo'lingizga chiqib ketganidan so'ng ichingizda hamma narsa jo'sh urib, uni quvib yetmoqchi bo'lib, haqoratli so'zlar bilan haqoratlash xohishi tug'ilganmi? Lekin bu vaziyatda halol javob bering. Bu nimani o'zgartiradi? Meni hozir kesib o'tgan odam balki bu holatni umuman sezmagandir. Balki juda ham shoshyapti yokida o'yga tolib qolgandir. Agar men hozir jahlimni chiqarsam, bu hissiyot men ichimda qoladi va kun bo'yi kayfiyatimga ta'sir qiladi. Ehtimol keyingi odamga ham xuddi shunaqa muomala qilishimga sabab bo'ladi. Endi tasavvur qiling, g'azabga berilish qancha vaqt, energiya talab qiladi va qancha kuchingizni oladi. Muhim narsalardan chalg'itadi va hech qanday foyda keltirmaydi. Shuning uchun o'zingizni qo'lga oling. Sizni umuman tanimaydigan odamga kayfiyatingizni buzishga ruxsat bermang. Qiziq, bu vaziyatga siz qanday munosabat bildirasiz? Agar fikrlarimizga qo'shilsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Biz bu yerda haqiqatan ham muhim masalalar haqida gaplashamiz.